Hammaga salom. Bugun rolikimizda chuga sborka yig'ish o'rgataman. Bu sborkam ko'proq romda o'ynaydiganligi va komanda o'ynaydiganligi to'g'ri keladi. Chunki bu sborkamizda polni uronga yig'iladi, uronga emas, tankga yig'iladi. Nega hozirgi paytda chuda uronga yig'ilmayapti, tankga yig'ilyapti, chunki tankda ko'proq foydasi tegadi. Birinchi navbatda emblemadan boshlaymiz. Biz sirasi tank sborkasidan qo'yib olinadi. Birinchisiga jon, стойкость и keyin ударный волна olinadi va bizni sразу shift emblemasini olsak, tank emblema olinadigan bo'lsa 500 qo'shimcha jon plus 10 gibridniy защита va 4 regeneratsiya o'z beriladi. Sborkaga keladigan bo'lsak, men har doim tezlik uchun oyoq kiyim olinadi. Ikkinchisiga kirasi olinadi, chunki ko'pincha lesimizda fizический uron bo'ladi va hozir birinchi bo'lib bizga les agressiya qilganda bizga sразу kirasi yig'iladi. Undan keyin shitafini magli uchun qarshi yoki misol uchun les mag bo'ladigan bo'lsa, shitafini olganimiz yaxshi. Agar bizda les mag bo'ladigan bo'lsa, buni joyi almashtiriladi. Birinchi bo'lib shitafini yig'iladi. Uchinchi slotga shlem olinadi. Agar ularda vampirizm yo'q bo'lsa, shlem olinadi. Agar bo'ladigan bo'lsa, antihil olinadi shlem o'rniga. Misol uchun Fovius, Chichi bo'ladigan bo'lsa, bizni antihil olganimiz yaxshi shlem o'rniga. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, vampirizm past bo'ladigan bo'lsa, bizga shlem yaxshi, qo'shimcha jon va ba'ziga qaytmaslik uchun imkoniyat beriladi. Hozirgi paytda naplechnik adekli uchun zo'r tushyapti. Naplechnik qo'shimcha bizga jon to'ldirib beradi va juda ham zo'r защита va unda ham qisman vampirizmga qarshi bor, antihil bor. Va buni 4-slotga yig'ganlar yaxshi va oxirida Orakul nega kerak? Misol uchun magli sizlarga uron berganda mana bu ishlamay turadi. Orakul olganingizda ham qo'shimcha ishlaydi, ham bizga 850 jon beradi. Ham fizический, magический защита beradi va bizga ultamizni 10% ga qisqartirib beradi. Agarda misol uchun bizga komandada kontrol ko'proq kerak bo'ladigan bo'lsa, mana buni agar misol uchun mag kerak emas bo'lsa, yoki magga yoki orakulga almashtirsak bo'ladi. Orakul o'rniga mana buni qo'ysanglar ham yaxshi variant. Nega? Bu har bitta kill uchun, ya'ni misol uchun komanda bilan kill qilsanglar 30% ga ultilarni tezroq ochib beradi. Yana bitta kontrol qilishinglar imkoniyati bo'ladi. Bu juda ham yaxshi, olsanglar, o'ynasanglar bo'ladi. Agar chuda o'ynashni bilmasanglar, chu giroy yoqadigan bo'lsa, tankni yig'ib o'rgangan yaxshi. Nega? Tankida uncha-munchaga o'lmaysizlar va ko'proq yordam bera olasizlar. Keyin yog'iga misol uchun pro igrok bo'lib ketsanglar, uronga yig'sanglar bo'ladi. Lekin maslahatim chuda ko'proq tankni yig'gan yaxshi, chunki romda ko'proq yordam beradi. Uronga yig'sanglar, zo'r o'ynasanglar bo'ladi. Instagramda chiqadigan pro igroklar bo'lsanglar bo'ladi-yu, lekin juda ham ko'p farm kerak va krisali qilib yurishinglar kerak. Hammaga xayr. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar.